qarindoshlar, men Nishonlar Nabijala. Bugungi Nahbaydan programmamda her birlariga shu tunugun Istanbulda bo'lgan namoyishning ahvoli haqida bir qisqacha bir uchur beray dedim. Chunki mana bugun qilayotgan yangi programmam Nahbaydan programmasi. Ba'zi bir yangi programma, yangi appni qo'llanganligim uchun ba'zi bir texnik jihatlarda bugun tunji qayta qo'llanuvchi ochqan yangi programmani ba'zi bir mos kelmagan, ba'zi bir texnik jihatlarda ba'zi bir savalliklar ko'rilishi mumkin qarindoshlar. Aybga bormanglar. Men har vaqt ishlatayotgan applarimiz o'xshamag'achqa biroz bugun texnik jihatda nima bo'lishi mumkin, savallik ko'rishi mumkin. Shuni har birlariga eskartib qo'yay dedim qarindoshlar. Yana uning bilan birga mana uchur biroz keyin keldi ekan. Keyin kelganligi uchun men buni hozir bir odam ko'rinyotidi. Bir odam ko'rindi deyotidi, ammo mening betimda buninkini men hozir ko'rish imkonim bo'lmayotidi. Uning uchun balkim keyinchalik bo'lishi mumkin. Chunki mana uchur men bu yerdan ko'rib, undan keyin so'zini bo'lgandan keyin menga bu o'zishcha biroz vaqt ketib qoldi ekan qarindoshlar. Qani men gapimni qilg'ashtiray, agar ba'zi tushunmaslik ahvollar bo'lgan bo'lsa, keyin yana birlar bilan tuzatib olamiz. Abim deganimdek, tunji qatim yangi programmani ishlatganligim uchun biroz nima bo'lib qoldi. Naq maydon qilmay ko'chirilib qolay desam, bunga biroz jiq vaqt ketadi ekan. Shuning uchun men har birlarining vaqtini tutish ham o'zimning vaqtini his qilish uchun shu naq maydon programmani qo'llandim qarindoshlar. Hammamiz bilganimizdek, tunugun bu Istanbuldagi Sharq Turkiston Federatsiyonining tashkillanishi bilan shu Istanbulda faoliyat qilayotgan nurg'unlagan tashkilotlar, xalqaro tashkilotlar birligidamiz. Andan keyin Sharq Turkiston jamiyati darhol ism kelgan qarindoshlar. Ulamolar birligi va shunga o'xshagan ko'plagan tashkilotlar ismini darhol esimga ololmadim. Aybga bormanglar, chunki men tayyor qilib yozib olmaganligim uchun balkim kallamga ishti kelgan degan bo'ldim qarindoshlar. Men bu narsani yozib qanday qilib qilmayman qarindoshlar. Shu kallamga yig'ilib shu o'zi kelgan qurashtiriblar birlariga ixcham yetkazishga tirishaman. Anada savallik ko'rinib qolsa ham deganimdek kechirib o'tishlarini umid qilaman. Shu qarindoshlarimizning o'rtaq hamkorligi bilan Said Tumturk apandimning bu ish g'aloyida Qaysariyadan kelib, buningga riyosatchilik qilib bir tashkillash asosida Sharq Turkiston Federatsiyonining atrofli o'rlashtirish bilan bu faoliyat, ya'ni bu Xitoyga qarshilik harakat o'ng'ishli shaklda ilib berilgan bo'ldi. Shu yerga borgan, buning uchun hissa qo'shgan, boshqa turgan, iqtisodiyotga yordam qilgan, vaqtini chiqarib shuning uchun namoyish qatnashgan butun qarindoshlarimga samimiy rahmat aytaman. Chunki bu yomon jiddiy bir ish bo'lganligi uchun Xitoyning nima deganimdek programmamda uzundan buyon buni tayyorlik qilayotgan bir narsa bo'lg'achqa, buni Xitoyning bu tayyorligining o'ng'ishli bo'lmasligi uchun har birlaridek jangovar qarindoshlarimizdan maydonga chiqib, Xitoy uni aldamchilik qilma degandek bir shaklda inkosni bildirish uchun har birlariga buni men jiqroq deb ketgan ham inshaalloh qarindoshlarimizning deganimdek o'rtaq hamkorlik bilan bu qarshilik o'ng'ishli qilib berildi. Oxirgi rasmda qarindoshlar bugun Xitoyning bugun qaradim. Xitoy Istanbul
konsulxanasının tor betida aqimdagidek rasmni numar ko'rsatayotgan artistlarninki va Xitoyning xabarini nima debdi desanglar, bu tünügün Xitoy Istanbul konsulxonasining o'rnatishtirishi bilan Sharqi Turkistondagi mana bu o'piramigini traktori bilan kelib biz Istanbulda 600 odam qatnashgan bir teatrxonada bir cho'ng bir nima deb uqtirishibdi, e'lon qilibdi. Man sizlarga shu tünügünki ma'lum bir jangovar qarindishimizning shu naq maydonga kirib, shu naq maydonda suratga olgan ko'rinishlarni sizlarga repetitsiya Uygur makam sanatından Uygur Uşak Destanı'nın içinde bulunan klasik bölümlerinden Cula ışıldayan bir anlam taşır. Dans hareketleri güzel.那么今天呢，有4位英俊的小伙同时向一位漂亮的姑娘表达他们的爱意，并想得到她那条花腰带。那么接下来就让我们共同欣赏由中国新疆著名舞蹈家阿曼孤立斯蒂克和一群帅气的小伙们为我们带来的这支舞蹈《花腰带》。 Çiçekli kuşak, genç kızların en sevdiği sembolüdür. Güzel bir kız bir gençten hoşlandığında ona özenle dokuduğu çiçek kuşağını sevgisinin göstergesi olarak verir. Bugün 4 yakışıklı genç güzel bir kıza aynı anda aşklarını ifade ediyor ve o çiçek kuşağını almayı hedefliyorlar. Şimdi hep birlikte çiçekli kuşak dansını izleyelim. Ciao. Tamam qarindoshlar, mana mushu naq maydondagi ahvol shuna bilan birga Xitoyning ma'vo chiqog'ini Xitoy konsulxonasining abemsizligi deb qo'ygan to'r beti. Mana bu to'r betida oxiri miyaga tushgan rasmim bor ekan, u rasmni yaratib qo'yman. Facebook'dan ko'rib olsanglar, kollektiv artistlar bilan bir tashkilotchilar bular Xitoy konsulxonasining odamlar bilan rasm tushgan bir suratgan. Ana keyin bu yerda 600 odam kelib ko'rdi. Bunday dag'dug'iliq o'tkazdik degan yolg'on xabarini tarqatibdi. Shuna bilan birga qarindoshlar, hamda shu yerga borgan bu ish uchun boshqa turgan qarindoshlarimizning bu amgikining nihoyatda yaxshi ilib borganligini nihoyatda qayta tabriklayman. Chunki shunday fidokorlik bo'lmasa, shunday bir harakat o'tmasak, Xitoy tajovuzchilari bu yerda shunga o'xshash yolg'on xabarlarni ertangim tarqatadi. Ish bo'lmaganda shu yerdagi sizlarning to'lg'an shuarlaringlar va lapildatgan bayrog'inglar, shu yerda o'tgan ko'chganlar, yerlik xalqlar bo'lsin va yoki shu artistlarni tashkillovchilar, Xitoy tajovuzchilari va shu kelgan artistlarmi buni anglagan bo'ldi, buni ko'rgan bo'ldi. Ish bo'lmadi deganda o'sha yerdagi bir insonlar shu vatanning g'amini yeyotgan bir turkum odamlar bor ekan. Ish bo'lmadi deganda o'sha yerdagi bir insonlar mana Xitoyning yolg'onchiligiga qarshi bir harakatni ilib berib o'tibdi deganni ish bo'lmadi deganda xayoldan o'tkazmasmi, bir o'tkazib soladi uqmaychi. Shunga qarindoshlar, tüngengi qilgan faoliyatinglar, qarshilik namoyishinglar nihoyatda yaxshi bo'ldi. Mana bugun Xitoyning yolg'onlarning xabarini minglar insonlar shu Xitoy
İstanbuldagi konsulxonasining to'ri betiga chiqib ko'rib boqsanglar bo'ldi. Shuning bilan birga bu nimani ko'rdinglar ayni videoni Xitoyning ichida teatrxonaning ichida qanday manzaraning bo'lganligini bu yerda Xitoylar bir şekilde nihoyatda o'zining ko'ngildagidek ish ilib borolmaganligini amaliy ahvolni ko'rgan bo'ldik qarindoshlar. Shumi deganda Xitoyning o'zining ko'ngildagidek plandek ishni qilg'izmaslik, shumi deganda kichik bir yerga sanjilmasak hisob qarindoshlar. Mana bizning qila oladigan qadrimiz shu. Bugun biz bugungi ikkinchi soatda gap qilmay, hammamiz uyimizda o'tirgan bo'lsakmi, hammamiz uxlagan bo'lsakmi, hammamiz o'zimizning shaxsiy ishni qilgan bo'lsakmi, o'tib ketdi u kun. Ammo bir tashkillanib, to'xtab turmishlarda xabar topgandan keyin tushdan hammaning bir yerga keladigan qarindoshlarimizni shuning uchun bir o'zining kuchini, o'zining vaqtini, o'zining zehnini sarf qilganligining natijasi mana Xitoy tajovuzchilari yolg'onlardan xabar berishga, yolg'onlardan tashviqot ilib berishga sababchi bo'lgan bo'ldi qarindoshlar. Uning uchun yana uning bilan birga Xitoylar bugun yo ertaga kunlar ichida Anqarada qo'ydi ekan bu o'yinning davomini. Anqarada qanday qarshiliklarni qila olamiz, qanday bo'ladi, uniga bir izlanib boqsak nihoyatda yaxshi bo'ldi qarindoshlarim. Uning bilan birga Xitoy Turkiyada buni bu tuyuqsiz qilayotgan ish emas, bu necha yil bo'lgan planlangan ish. Buni qilishidagi maqsad Turkiya bilan yana qaytadan Turkiya hukumatini va Turkiya xalqini aldash. Chunki bizning eng yaqindan taniyotgan, bizga eng cho'ng hissdoshlik qilayotgan Turkiya va turk millatini bizdan yana shaklda bir ayirib o'tish, yana bir kollektiv kozir shaklida bizni qo'llanib, yolg'onlarda mana Uyg'urlar bayashat yashayotidi, sizlar degan bu yerdagi bir uchum odamman gibi ishonmanglar degan mana bayashat o'g'ach biz buni akilib u yoqqa qo'ydiryapmiz. Qaylarni buning usullariga deb akaga artistlarni bir qarab tunaysizlar qarindoshlar. Kim u, kim yo'q, nereden kelgan, qanday darajadagi artistlar bularni bir rasmini yo'llab qo'ymay, bunday qarab tunib olasizlar. Shu bilan birga Xitoyning bu bir sinab baqili, ma'yusini bir sinab baqili degandeklam bir ish ekanligini ko'rib bilib olasizlar qarindoshlar. Xitoy tajovuzchilari yana shu Turkiyaning 10 shahrida do'stlik shahri bir shaklda lobbichilik faoliyatlarini ilib bordiganligidek bir uchurlarni ko'ramiz shu to'r betlardan. Shunga qarindoshlarimizning Turkiyadagidek bir milliy rayonda Xitoy tajovuzchilarining har qanday shakldagi turk xalqini aldashga, sizlar bilan bizni yolg'onlardan shundaq Uyg'ur shakldagi va Uyg'ur u vatandan kelganlar majburlanganlar, ammo bir şekilde Türkiye'demi Xitoyning shu tashviqotiga moslashayotgan, Xitoyning shu tashviqotini kuchlantirib borayotgan sizlar biz shakldagi sizlar bizga o'xshaydigan, rangi bizga o'xshaydigan insonlardan foydalanayotganligini unutib qolmasliginglarni, shularga o'zinglarning bir qiliq qarshiligini, nafratini bildirishni unutib qolmasliginglarni, har qachon dushmanning hech qachon uxlab qolmaganligini, bizning behudlashishga, bizning hech qachon mana o'zimizni to'xtab turay deb umidsizlanishga, o'zimizni qo'yib yutishga, hech qachon bu qisosimizni elishni unutib qilishga yoki g'aflat besib qilish, buna bir tanaqqab qilishga hargiz bo'lmaydi qarindoshlar. Doim o'zimizni o'zimiz eslatib, o'zimizni o'zimiz ruhlantirib, o'zimizni o'zimiz umidlantirib turmasak, agar shundaq Facebook'dagi, WhatsApp'dagi qanday quruq yolg'on jidal, u bu ish, qanday hasadxo'rning, qanday pishnaxo'rning gibi ishnab qilib, bu daning raptari mushu o'xshaydi deb qilib qolsanglar, vaqtida nihoyatda o'zinglarni to'g'ri mo'ljallayolmagan bo'lib qolasizlar. Shunga biz har qachon hushyor bo'lishni, Xitoylarning mana shu bugungidek qilayotgan bu boshlanishi. Dushmanning nima qilayotganligini,
nima qilmoqchi bo'lganligini har qitim hushyorlik bilan kuzatgan vaqtimizda biz dushmanning qandoq mangdiganligini bilalaymiz qarindoshlar. Hech bo'lmaganda biz hujumga o'tolmasakmi, mudofaada turishni bilaylik qarindoshlar. Har qitim biz tayoqni yeyolmayli. O'zimizni bundoq qo'g'dashni, o'zimizni bundoq bir mudofaa qilishni o'rganaylik qarindoshlar. Bunda bo'lmaydi ekan, o'zimizning iqtidoridan foydalanishni bilmasak, o'zimizning kuchidan foydalanishni bilmasak, Janob Alloh hammamizga birdan iqtidor, hatto bir nechadan iqtidor, aqliy kuch va har jihatdagi foydalana oladigan bir narsani bergan. Ammo shu bergan ne'matini manga nima bergan bo'lyapti deb shuni bilolmasak, shu rolimizni joriy qildirolmasak, o'rnimizni topolmasak, vaqtida zayoqlab ketamiz qarindoshlar. Zayoqlab ketamiz. Hayot hammamiz deymiz, hayot yomon cheklik. Yomon ishni deb ketadi. Mana aytib o'tdik sizlar bizga mana 16-17 yil bo'lib qoldi qarindoshlar. Ammo biz mushu 10 necha yil ichida yoki bo'lmasa oldimizdagi bir necha yil ichida nima ish qila olamiz? Mushuni bilishimiz kerak. Mushundoq jiddiy voqealar chiqib qoladi. Xitoy jiddiy shaklda bir harakatlarni ilib berib qoladi. Buni hushyor bo'lmasak, Xitoy bizni desib ketaveradi qarindoshlar. Buning uchun nihoyat hushyorligimiz bilan, nihoyat sezgirligimiz bilan yashamasak bo'lmaydi jiran qarindoshlarim. Uning uchun vaqt e'tibori bilan har birlariga mana bugun shunchalik bir o'zimning o'sha namoyishdan olgan taassurotimni shu qarindoshlarim namoyishga chiqqan qarindoshlarim, tashkil qilgan qarindoshlarimga rahmatimni ham Xitoy konsulxonasining bugun to'r betiga chiqargan bir uchurlar bilan shunchalik o'rtoqlashay dedim qarindoshlarim. Inshaalloh yana fursat bo'lsa, yangi mazmunlarda, yangi shakldagi fikrlarda, idea o'rtoqligimizda suhbatimizni davom qilamiz. Allohning izni bilan har birlaridan o'tinganimiz biz solih duolarda bo'lib qo'yishimizni, bir-birimizni hech bo'lmaganda duoda eslashib turishimizni har birlaridan shuni iltimos qilaman. Janob Alloh topshirib. Assalomu alaykum va rahmatullohi